Geramami Koreyadagi eng qimmat balig'ini yegani. Ketdik. Javob beraman, bunaqa geramini hali hech kimda ko'rmagansizlar. Nariyoqqa qarab tur, ishtonimni kiyib oling. Ana aytdim-ku, hali hech kimda ko'rmagansizlar deb. Xullas kiyimlarimni nari tezligida kiyib, Savonni ham kiyimlarini kiydirib qo'ygandim. Kadiz qaynonam esa Nariyoqqa qarab tur, ishtonimni kiyib oling. deb qo'zillar bo'ladimi? Qanaqa ishton kiyarkanlar desam, Kung Fu Pandani ishtonini kiyib olibdilar. Xullas bu geravami videoyimiz o'zbekcha, hindcha va Kung Fu Pandacha bo'lib qoldi. Ishtonlarimizni kiyib olib $80 baliqni paqqos tushirgani choyxonaga ketyapmiz. Men 9 yildan beri Koreyada yashab kelaman, lekin bunaqa qimmatbaho baliqni hali hech yeb ko'rmagandim. Eng qizig'i, bu baliqni yegani biz Seuldan tashqarida joylashgan kichkinagina qishloqchadagi oshxonaga keldik.